Roblox, lekin ovqat pishirib tarqatish kerak bo'ladi adashmasam. Mana 407 kilogramm. Tishga sotvoramiz, nima qilamiz buni? Ko'raylikchi. Pul 264,000 so'm pul berib ketdi. 12 so'mga sotdi, lekin bizlar legendarnidan olsak bo'lmaydi. Sosiska olish kerak, to'g'rimi? Bittadan oldik. 15 kilogrammligidan oldik. Va pishiramiz, bahorda grill qilib. Hammasidan xato qo'yib yubordik. Internetga tortdi. Unga ketarasizlar ozgina. Uyga kelish kerak. Yozvorsa. Buni olamiz va qani kim menga obuna bo'lgan ekan ko'ramiz. Shopga o'tamiz. Grill. Menga bular kerakmidi? Menga yozdilar. Davay o'qiymiz. Kim menga bo'lmayapti? Yo'q, boshqa mana chet el bular. 14 kilogramm, 14 kilogramm tortdi. 12 kalitdan ertaroq olsak bo'lmas edimi? Mayli. Nima qilasan endi? Majburmiz. Voy bila. Buni buzsa bo'lam. Buzib qo'ymasga. Grill pishiramiz. So. Shqilib pishsin besh. Vallahi mana ovqatimiz ham pishdi. Ikkinchi kolbasani ham qo'yib yubordik. Kolbasa 4 kilogramm ekan. Necha menga so'raydi? 199 so'mga. Mayli. Yeng bratim. Qisatchi. Sotishga ham bu kerak.
Ye bola, Supermanmi bu? Qayerga ketdi u? Mana 48 so'mga so'rayapti. Kim bu? Ye bola. Nima bu? 56 so'mga so'rayapti. Qachon kelgan bu kelin? Nimaga buni ko'rmadim? Nechadan 48 so'mga yana? Biladim, uncha arzonlashtirib olmayman. Hozir mana shu bolaga beramiz. Kiramiz. Yeshan shu brat emas. Hala chala pishgan grillsimiz bor kelsa. Bila. Mana bu. Nimaga bu shemayapti? 386 so'mga yedi. Bu 1 kilogramm deyapti. Mana hayvonlar yeyapti. Nimalar qilish kerak? Yarmi pulimiz bir x qilib berar ekan. $100,000 pul kerak. Voy, pishirmasam deyman yana. Olam. Kelinglar, bizani grilllarimizni yapsa, bu dunyoga kelmayapti. Bu qiz qayerdan kelaveradi? Supermanmi bular? Bular menimcha aniq Superman. Do'stlar, hammaga xayr. Bu o'yinning ham ikkinchi qismini chiqishini xohlayotganlar bo'lsa, like, kommentariy va obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga xayr. Bu o'yin oxirigacha kuchayamiz. Agarda shu orqasidan 100 ta like kelsa, kuchayamiz oxirigacha va ikkinchi qismini olib boramiz. Mana shu videoning orqasidan 100 ta like kelsa, hammaga xayr.